Saknılar çayda qalsınjımı, yaxşımı? Yaxshi. Qani bir salom beraytamsiz? Kanaldagi kelimalar barliq ustoz xonimlarga mendan sizlarga o'tliq salom. Ha. Salom Abdusamiy tegim Qashqa Payazvat noyasidan. Ha. Irimchi turaman. Ha, Abdusamiy hozir asosli kunda qilayotgan xizmatingiz? Abdusamiy, Tomoq yetkazma. Tomoq yetkazma. Xo'sh bo'lgan gap, men xo'sh o'pkisidigan. Ay, men xo'sh olaymi Abdusamiy sakniga chiqib, men bunday xo'shal bo'lgan odamni ko'rib baxmagan. Kunda bahor desak bo'ldi ekan, Abdusamiyni. Kunda bahor, kunda xo'shal. Meni ko'rib ben xo'sh oldingizmi yoki men qizlarni ko'rib ben xo'sh oldingizmi? Hammalarni ko'rib. Ali Ma'lumni ko'rib xo'sh oldingizmi? Fatihul odamni ko'rib xo'sh oldingizmi? Ali Ma'lumni ko'rib xo'sh. Ali Ma'lumning leksiyasini ancha-muncha qanlaytdim-chi. Sho'lashqa. Unda bir Ali Ma'lumning so'zlashlari boshqalarga leksiya so'zligida singdirish nimasi boshqalar xushallik bilan singdirdi. Xushallik bilan yetkaziladi demakchi-ya, Abdusamiy. Tomoq yetkazish kasbi bilan shug'ullanayotganingiz qanchalik vaqt bo'ldi? Bunga bir yil bo'ldi. Bir yil bo'ldi, shundaqmi? Tomoq yetkazish jarayonida bek oldirab ketib qolsangiz, boyaqidek mollaq mollaq etib turib yura olamsiz. Telefon olmasa shu Nima oldu ya telefon almışsın neymiş buldu? Telefon almayan bazı xaridor bormizmi? Tomoqni buyurtib qo'yib telefon olmaydigan. Qanaqa qilsiz ondan? Bu yoqni telefon olishim boshqa xaridor söylab qoldi. Uning boshqa eshikni ochmaydi, og'lamaydi, eshik chekkanda ya. Darslar jiqimdi, lekin ashuna bekalqatdek jil qo'lib qaraydi-chi. Tomoqni mayoq olmagan ekan, oyoq mayonni söylab ketdi. Men tomoq qachon keladi? Tamqim ketib qoldi, yemayman deb. Shuni bilan tamqini ishni ochmay qilib qo'ysam, faqat aloqlashamgancha ish kesib qo'yib berasan, tartiblam. Ani boshqa xaridorga yugurayman. Ani boshqa maslandan yo'lda motorni tugib qilib qolsa, yugurib qo'yman. Ay, motorni tugib ketsa xo'shib kisiga qaranglar. Yugurib qolib men deb. Boya nimishga chiqqan vaqtida bir mollaq etib chiqay deb o'ylab qoldingiz, o'zgacha chiqay debmi? Tarbiyat emasmi? Shunda o'zimcha yalnız chiqib qo'ydim. Yalnız chiqib ketgan yerim demakchi. Ay, bek suyimlikka bu Abdusamiy. Bir yetishimda o'zim qo'rqib ketdim. Kichik chirkat kirib ketdim. Hozir birinchi qaytib ketgan o'xshayim deb qoldim. Yaxshi turibsiz. Mana. Abdusamiy unda bo'lsa, qancha qitim yurgan, qancha qitim muhabbatlashgan? Nima? Siz? Muhabbatlashmagan. Lekin qizlar meni qo'g'lab qo'ydi. Ashtaqma, sizni qo'g'lagan, sizni yaxshi ko'rib qedib, talab qo'ygan shundami? Ilq tans o'ynaydigan chat qizlar o'g'illarni tas aqtansdaydi qo'shni o'xshash sizga talab qo'ygan. Majatdan o'tkir chim tutamiz meni. Men qizlarni qo'g'lab shunmayman. Qizlar meni qo'g'laganchari endi masalan deb qo'yib qolsa meniki telefonimni yoki wishnimni so'rab qo'yib, endi yiban deb qo'yib bo'lsa aytaman, lekin endi tanlay bo'lib bitib ketmayman. Tanlay bo'lib ya'ni mayli tanlay bo'lib o'tib ketmayman, lekin bunda mehr desa mehr berib yibanib qo'yaman, lekin el chekdan eshib ketaman dash. Odatdagi do'st bo'lib o'tisiz. Degan shu cho'nglar bek sho'qib ketma, qizlarga bek tashabbuskor bo'lib ketma deb tikanda. Shunlashqa asosan endi qizlar sizga talab qo'yib, sizga muhabbat izhor qilsa, uningga juramsiz. Ya, menda gapcha bu. Men maslandaman. Men mollaqni men amında bog'childa mashq qilgan emasman. Bog'chilarda endi qizlar bilir ekan-chi, endi ketayotgan bo'lsam to'xtab ko'rib qoladi. Qaysi Abdusamiy desa mollaqada davom Abdusamiy debmi? Ha, tunib ketdim deyman. Qanday tunib ketdingiz? Ancha-muncha masalan harakatim bilan bunda bir rol olib qo'ydim-chi. Sho'lashqa. Men o'sha asosli men sunu ko'nikini bek do'rayman. Nimani? Sunu ko'nikini. Sunu ko'nikini bek do'raysiz. Hozir bir do'rab. 抖音